Hürmetli vatandaş, leksiyalarımızı davamlaştırmaz. Bugünkü sağ 2019 yıl 12. ayının 7. günü hafta şembe mavzumunda Amerika Koşmuş Ştatlar'da makullanğan Şinjan kanun layihesi. Şangan kanun layihesi geseliş durğanda tehama kattıqdaydı. Mavzulu haber 12. ayının 6. günü Amerika avazının Xitay programması ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Xitay tilini yaxşı biladigan Amerika avazidagi muxbirlar bilan yaxshi aloqa munosabatda bo'layotgan vatandoshlarga bo'libmi qahar barat apandi, sizlarning ular bilan munosabatingiz yaxshi maqolalarni yozgandingiz bir vaqtda. Xitoy muxbirlariga aytib qo'ying, hozir Amerika Davlat Meclisi'de ma'qullangan qonun Şinjan qonun loyihasi emas. Biz bundan isimni qabul qilolmaymiz. Qahar barat apandi. Bu muxbir Xitoylarga aytib qo'ying. Hozirgacha tili chiqqan bir Xitoyning, hatto Xitoy tilidimi, tili chiqqan bir Xitoyning barligini men bilmaydi ekanman. Siz Qahar barat apandi buni aytib qo'ying. Davlat Meclisi Avam palatasi ma'qullagan qonun loyihasi Şinjan qonun loyihasi emas. Uyg'ur kishilik huquq siyaset qonun loyihasi. Meyli mavzu koyganda bolsun, meyli qandaq işletkende bolsun, to'liq işleten. Amerikadan pul elip, muxbirlik qilib, qo'saq beqiyotgan Xitoy muxbirlari. Davlat Meclisi Avam palatasi qandaq qism bilan ma'qullagan bolsa qonun loyihasini shunday qismni ishlatan. Bu so'zim tugadi, vatandosh endi buning xabarning o'zini boshlaymiz. Jungo o'tgan ayda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trumpning Şangan kishilik huquq demokratiya qonun loyihasi imzo qo'ygandan keyin Jungo qattiq g'azablandi. Lekin Reuters juma kuni 12 ayning 6 kuni xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Amerikada Avam palatasi haftaning 3-kuni, 12 ayning 3-kuni Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi ma'qullaganda Jungo'ning iqtisod manfaatiga texama qattiq chaqilib, Jungo'ning texama qattiq inqos qaytirishini keltirib chiqardi. Amerika Davlat Meclisi xabardor kishilar va Jungo masalasi mutaxassislari Reutersga mundaq dedi. Jungo go'yo Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasi Jungo'ga nazorat qilish, kuzatish asboblarini eksport qilishni to'xtatib qo'yadigan sazgur ishdir. Qonun loyihasi yana tunji qatim Jungo Siyaset Bürosu'nun a'zosiga, ya'ni Jungo Siyosiy Bürosu'nun a'zosiga berib ketildi. Qonun loyihasi mazmunlari. İsmini aşkarlaşını xalamaydigan Jungo hukumatidagi bir nafar kishi Reuters agentligiga mundaq dedi. Jungo Şangan qonun loyihasiga chidab tura oladi. Lekin Jungo Uyg'ur kishilik huquq siyaset qonun loyihasiga chidab tura olmaydi. Belki bu qonun loyihasi Amerika Jungo ishki davlatning birinchi bosqichlik kelishim imzolashiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Undan boshqa Amerika Davlat Meclisi xabardor kishilar Reuters agentligiga mundaq dedi. Washingtonda Jungo hukumatiga yaqin turadigan bir nafar kishi yaqinda bu kishiga mundaq deganmish. Uyg'ur kishilik huquq siyaset qonun loyihasi jumladan bexatarlik, davlat mudofaa mahsulotlarni Jungo'ga eksport qilishni, cheklashni, kishilik huquqni dafsanda qilgan Jungo amaldorlarga viza berishni cheklashni, ularning hisobot nomerini to'ng'itishni tadbirlarini o'z ichiga oladi. Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasi. Shunglashqa Jungo hukumati Uyg'ur kishilik huquq siyosat qonun loyihasiga o'lgudek o'chmanlik qildi. Kaliforniya shtati Santiago tarmoq maktabining professori Viktor Sex ziyorat qabul qilganda Reutersga mundaq dedi. Nazorat qilish uskunalari hozir Jungo'da bir xil sanoat ishlab chiqarishga aylandi.
Agar Uyghur kishilik huquq siyosat qonuni rasmiy qonunga aylanadigan bo'lsa, bu shirkatlarning texnika asoslari ziyon zahmat uchraydi. Hatta bu zavodlarga mablag' solgan Jungo sarxillari va Jungo amaldorlarining iqtisodiy manfaati ziyonga uchraydi. O mundaq dedi, Uyghur kishilik huquq siyosat qonun loyihasi pul tepish hisobot daftarining asoslarini tavratdi. Bu Beijingning nima uchun bu qonun loyihaga qarshi turganligini tushuntirib berdi. Viktor Sex mundaq hisobladi. Uyghur kishilik huquq siyosat qonun loyihasi, ya'ni Jungoning mahsulot tadqiqot ishlariga ta'sir ko'rsatdi. Hatto bu mahsulotlarning Amerikada bozorga chiqishiga ta'sir ko'rsatdi. Reuters mundaq xabar qildi. 2017-yili Jungoning bexatarlik texayzigan puli 1 trillion yuandan oshib ketdi. Hükümet hamçotning 6.1%'ni egalladi. Jungoning har bir xarajidan oshib ketdi. Uyghur kishilik huquq siyosat qonun loyihasi Kengash palatasining ma'qulligidan o'tib prezidentning imzo qo'yishiga yo'llanishi kerak. Oqsaroy hozirgacha bu qonun loyihaga prezident Trump imzo qo'yamdi yo'q, bir ifoda bildirmadi. Cumhuriyetçiler tizginlagan Kengash palatasi Uyghur kishilik huquq siyosat qonun loyihasida ovoz qo'ydigan vaqt to'g'risida birlama demadi. Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining raisi senator Jemrich mundaq ko'rsatdi. Biz bu qonun loyihaga ehtiyotkorlik bilan muomala qilamiz. O Reuters mundaq dedi. Bizning Jungo bilan yo'l bo'lgan munosabatimiz savdo suhbati davomlashayotganlikdan hamda yana boshqa omillar bu suhbatning natijasiz oxirlashishiga sabab bo'lib qolsa bo'lmaydi. Bu nuqta bak muhim. Jemrich